Ayni vaqt meningit kasalligi juda ham ko'paygan, bolalar, yoshlar reanimatsiyaga tushyapti. Mana sababini doktorlar hozir aytib o'tadi. Meningit kasallik bu bosh miyani pardalari vaspoliniy olishi, shamollashi, yallig'lanishi. Sababi, birinchi asosiy sababi meningokokk infeksiya. Ya infeksiya bu faqat nafas yo'llari bilan o'tib, oddiy bir boshlanishi, bir gripp holatida boshlanadi va qattiq bosh og'riqlari beradi. Shunda keyin meningit alomatlari bosh orqasi tortilish, oyoqlar, qo'llar buklanishi paydo bo'ladi. Ikkinchi sabablari gaymarit, atit, gripp, обычный infeksiyalar o'tganda infeksiyalar bunga bosh miya qon sirkulyatsiyasiga tushib qoladi. Undan ham meningit bo'lib qoladi. Ya'ni bosh pardalari, miya pardalari vaspoliniy olib, shu hamma meningitga olib keladi. Ya'ni grippni yaxshi lecheniya qilmasa, uyda bir xil tabletka ichib qo'yadi, analiz topshirmay doktorning oldiga kelmasdan, o'sha holatlarda ham meningitga o'tib ketishi mumkin. Har bir kasallikda shu boshda infeksiya bo'lgan atrof quloq infeksiyalari, burun infeksiyalarini vovремя lecheniya qilmasa agar, bu infeksiyalar bosh miyaga o'tadi va meningit kasalligiga olib keladi. Buning uchun sizlarda laboratoriya ham bor, kim analiz topshirsa. Meningokokk infeksiyaga laboratoriya analiz topshirsa bo'ladi. Hamma xil turli analizlar topshirsa bo'ladi, o'z organizmida infeksiya bormi yo'qligini bilish uchun. Boshqa doktorlar ham bormi? Hamma mutaxassislar bor, ginekolog, urolog, terapevt, kardiolog, gastroenterolog, stomatolog va boshqa mutaxassislar ham bizda bor. Rahmat, sog' bo'linglar. Nomerlarni ekranga qo'yamiz, telefon qilib murojaat qilasiz. Rahmat.